Dostlar, bağımız Karamapoz'day Xiva. Bağımız ise çap tomanda Könek Koşköpür yolu. Batman ötesi ona burası dostlar. Svetofor var. Tahminen bir 4-5 kilometr çana giretse. Arzonlaqda bir qavatlı havaca satığa çıkmış. Şunu bir qatar obzor qilib o'tamiz. Ular kushadan chiqmasin dostlar. Könek Koşköpür yolu. G'azovat yo'li desak ham bo'ladi dostlar. Dostlar, Könek Koşköpür yo'lidan kelaverasizlar, o'shada Optim do'kon bor. Birinchi emas, ikkinchi ko'chadan o'ng'aylanasizlar. Dostlar, ko'rib tursa, gazdan muammo yo'q. Yo'llarim ajoyib normalniy holatda. Demek dostlar, ikkinchi ko'chadan xudo xolasa, yana shu ko'chadan o'ng'aylanamiz. Bir 200 metr çana giremiz dostlar. Bağımız dostlar Koşköpür, G'azovat. Allah kuşlardan çıkmasın dostlar. Kettik. Dostlar, xudo xolasa betem geldik. Yoldan tahminen bir 200-300 metr girdik ha? Sherzod? Ha. Yaşımızdan xol yaşımız sağlamak gitmesin. Berekallah. Dostlar, yaşadığımızdaki bir qavatlı halıca satılır ha? Satılır. Xudo xolasa. Tak, razmerine gelsek en ince dediği zaman 16 metre. 16 metre. 16 metre eken dostlar. Nodan salıngan bu? Laydan. 100%. Ha. Üstüne o bilen bastırılgan. Üstü ağaç. Rossiyskiy ağaç ha? Ha. Şiperim kılıngan. Отопление бар eken ha? Ha. Gazı get turtlayan dostlar. On tarafta garaj mı? Ha. Elinde zirvenin zonu var eken ha? On iyi çep tarafta. Bu daşlar indi steşkeden kalan okşaydı ha? Tazalap net beremiz açıp. Şunarlı. Vodoprovod get mu? Ha, vodoprodu, gazı, süveti, Suvan var. suyu hemmeci var. Ya dostlar. Tayar 100%. Geri beşidan ha? Akarsularına çelle var. Esa birinchi chetdan danıştırıp bararamiz ha? Ha. Dostlar gittik esa, xudo xolasa. Eni 16. Общий 640. Tushundingmi? Dokument bo'yicha. 640 dostlar. Stechka ko'mtirtni ko'rib turibsizlar. Ajoyib. Temir eshiklardan qo'yilgan ko'rib turibsizlar. Yangi paket, ko'p ishlatilmagan elektr sho'tchiklari dostlar. Orient tarafda gaz sho'tchiklari joylashgan. Bir qator danıştırib ko'rsatib o'tamiz. Bismillah. Bu yer dalam bo'ladi o'shadan. Dalam. Katta razmerda tushgan do'stlar. Tak 4 ona 990 ekan ha? 40 kvadrat metr. Remont ham yakında bo'lmoqchi ha, Sherzod? Remontdan yakında bo'lgan shu Ajoyib. uzatib. Qilgansiz. Ha, qo'ldan kelgancha chiroyli qilamiz. Chap tomonda bizda muvallik ekan. Ha. Suvga turibmi axir? Ha, suvga tutdi. Isot. Kotyol. Katyo. Shu orqali qazadi. Ha. Gap bo'lishi mumkin emas. Üstəmə naqş berilgan ha? Gipro. O'ng tomondan boshimiz esa nima joylashgan bu yerda Sherzod? Zal. Mavjud bu yerda. Bismillah. Yani dostlar, zal ham girdik. Zalimiz ham tayyor. 100% ha? Razmerga kelsak? 590 345. Hisob. Rozetkalar qo'yilgan, temiz ham pol taxta. Расход etib o'tirmaydi bunda? Yo'q, to'g'ri kelib yashayveradi. Gap bo'lishi mumkin emas ya. Отопление sistema qadimgi chugun batareyalar ha? Yo'q. Akoplastik ham qimmat xildan qo'yilgan. Ajoyib. Yo'l tomoniga qarab turibdi. Endi dostlar, zalimiz расход etib o'tirmaysa, to'g'ri kelib yashaydi. No, vashar qoladi bu yerda. Gilamlar qoladimi? Yo'q. 4 devor qoladi. Tushunarli. Davom qildiramiz o'rtoqlar. Chap tomon o'tamiz. Chap tomonda bizada Detski qolmadi. детский xona dostlar. Razmerga kelsak, Razmerine kelsak 345 e 550. yo'q, 355 e 410. 355 410. Nava. Berayman ko'rib turganingizdek dostlar, taxlanib turibdi, fon berilgan ha. Ha. Qadimgi chugun batareyalar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 parma bo'lib turarmi ha? Ha, isti bo'ladi. İşte. Bu yerimizdan pol taxta, ko'rib turganingizdek. Mebellar qoladimi? Yo'q, mebellar ketadi. Bu kengre pesh. Hava. Yarımı bir yere qaralgan, yarımı orient tarafga qaralgan. Ikki anam qizdirib turadi. Hava, plus 2 anam qizdiradi. Xolasa ko'mir, odun yoqaveradi. Qalasa gaz. Gaz ham ketib turibdi dostlar. Odun ham yoqaveradi. Hisob. Temiz pol taxtdan ya. Ha. Ajoyib akkuratniy.
Deski xonamiz do'stlar. Doğru girib yashadim. Davom qildiramiz o'rtoqlar. Chap tomondan o'tamiz. Chap tomonda bizda yana bitta bir spalni. Kattalarning spalnisi. Kattalar. Razmeri necha buni? Bu Ha, 355'e 355'e 530. Ya do'stlar. Başı 16 kvadrat metr. Mebellar qalamı bu yerda? Yo'q, mebellar ketadi. 4 devor qoladi. Tushunarli. Отопление o'tgan, fon berilgan, giproshniya shuni patolog urilgan. Ko'rdingizmi? Temiz pol taxta, ha? Temir pol taxta. Fon berilgan do'stlar, ko'rdingizmi? Ajoyib, zakoniy holatda turibdi do'stlar, ko'rib turibsizmi? Do'stlar, bu anda ko'rib turibsizmi? Yarimi bu xonaga qaratilgan. Ajoyib, gap bo'lishi mumkin emas. Davomimiz ham ajoyib do'stlar. İkita toplanish o'tgan ekan bu yerda, birisi bu yerda, ikkinchisi bu yerda ekan. 10 tomonda yana bitta bir pomeshchenamiz. Kattalar. Spalnya. Kattalar spalnya. Razmeri necha bu yerni? 345'e 350. 50. Kvadrat hisob ekan-da. Ya do'stlar, usti plastik. Bu yerda ham toplanish o'tgan. Aynalar qo'yilgan, bog' tomonga qarab turibdi. Temiz pol taxta. Kladovka hisobini ishlatib tursa o'xshaydi buni. Menda juda banka vajdan qo'yib tursa. Tushunarli. Davom qildiramiz. Televizor ketadi, ha? Televizor ketadi. Doğrumuzu yerda adashmasam sanuzel. Banimi? Bani, sanuzel. Bu yerda taxonli ishlar bor ekan, kafel urbash ekan. Отопление tushgan. Razvodga qo'nib turibdi. Polchiga tashalgan. Usti plastik do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Kafel urbasa do'stlar, shu bilan sanuzelimiz tayyor. Yonboshimiz bizda oshxona, kuxnya. Razmeriga kelsak, taxminan bir 5-3 metr deymi o'xshaydi, ha? Bor. Aristola qo'yilgan, jaluzi pardali, ustar kursilar, gaz plitalar, yana shunday mebelcha bor ekan do'stlar. Отопление ham o'tgan do'stlar, ko'rib turibsizlar. To'rimiz bog' bo'ladi o'sha, ha? Bog'ini ham bir qadar danishtirib ko'rsatib o'tamiz. Letniy setkalar qo'yilgan ekan do'stlar. Bu bizda teraska. Peshag'anani qurib, hazatib yozda yotaverasan bu yerda. Do'stlar, buni ko'rib turibsizlar, teraskamiz ajoyib razmerda tushgan bir 10 odam suvadi bu yerda tashkil bo'lsa. Bunimiz bizda garajda, ha? Shunday mahir, Sherzod? Ya do'stlar, polностью 2-3 mashina sig'adi ekan, ha? Sig'adi. Mal qo'yib boqsam bo'ladi o'xshaydi bu yerda, ha? Bemalol girib chiqaraversan bu yerda. Buni girib chiqaraverdik. Oho, bog'a e'tibor beringlar do'stlar. Navot meva daraxtlar bor bu yerda. Bu yerda anjirimiz bor, chiya, olmoriq. Piyozlar ham ekilgan bu yerda, ha? Daraxtlarimiz bor. Pomidor ham bor do'stlar, ko'ringlar. Pomidor burch. Aha. Qo'yxonami arian to'rda? Letin tualet ham bor ekan, ha? Ya do'stlar. Vodoprovod kelib turibdi bu yer, ha? Ya do'stlar. Suv organlar. Nachallik kelib turibdi. Akar suv ham bormi? Ya do'stlar, orqa tomonda go'sanishi joyimiz. Do'stlar, ko'rdingizmi, shipir ham ajoyib chiroyli qilingan. Ko'rdingizmi? Gap bo'lishi mumkin emas. To'g'ri girib yashaydi u. 4 devor qolamish do'stlar. Bog'ini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Letniy tualetimiz. Qo'yxona. Meni zakoniyatib yana pristoy ketib bersam bo'ladi, ha? Bir 3-4-5 mal qo'yib boqsa bo'ladi bu yerda. Indamay, ha? Ya do'stlar, ko'ringlar. Paxsa bilan o'ralgan. Biznes aytib bersa, ajoyib. Ishlab chiqarisham aytsam bo'ladi bu yerda. Polностью mashina girib chiqaveradi. Общий kvadrat 640, ha? Qani, Sherzod, narxi necha so'm? Narxi 900 deymiz. 900. Kelishuv bormi? Kelishuv shu Shitir bo'lsa, naq bo'lsa. Ustida kelishamiz. Dokumentlar nechik? Dokumentlar yana Tayyor, ha? tayyor. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Gaz, svet, suv bor. Gaz, svet, suv ham o'zi bor. Do'stlar, shundan bir qator ko'rishtirib, tekshirtirib, notariusda pulni sanab beraverasa. 900 kelishuv bor. Telefon nomer? Telefon nomer 99lik 252 98 48. Yana bir nomer aytamiz, 99lik 106 98 48. Telefonlashaverasizlar shu nomer bilan. O'rtada joy purish posrednik yo'q. Premo mulk egasi nomerini yozib qoldiramiz. 640 kvadrat metr, 900 million. Alay kushdan chiqmasin do'stlar. Arzon narxda sotilyapti. Shoshilinglar. Egadan. Lokatsiyadan ham aytib ber. Urganch rayoniga kirami? Urganch rayon, Karaman qishlog'i. Ana.
Beruniy mahalla. Sog' salomat bo'linglar. Пока.